9 yil xizmatimni qilib, tiq etib do'shi ham chiqmagan bu kelinimni yoniga yana bitta Robert kelin oldim. Bu kelinni nomini ko'pchilik biladi, Roba Klin. 16 yil oldin uyimizga reklama qilib olib kelishganda, oddiy plissos ham reklama qilib yurisharkan deb hayron bo'lgan edim. Lekin buni afzalliklarini ko'rsatib berishgandan keyin, funksiyalarini hammasini o'zim ishlatib ko'rganimdan keyin, yangi hovliga ko'chib chiqishim bilan birinchi qilgan ishim shu plissosni xarid qilish bo'lgan. Eskisidan shikoyatim yo'q. Yangi plissosni xarid qilishimdan maqsad gilam yuvish uchun mo'ljallangan yangi nasatkasi yanada qulay, vaqtimni tejaydi. Eng asosiysi gilamlarni toza qilib yuvib beradi. Gilamni qoqib plissos qiladi. Soch umuman qoldirmaydi. Vorkalarni tugatganingizdan so'ng plissosni yoqib qo'ysangiz, xonadagi barcha changlarni o'ziga tortib oladi. Sizlarga maslahatim, bu plissosni uyingizga bir marta bo'lsa ham chaqirtirib, afzalliklarini ko'rsangiz, shu plissosdan boshqa plissosni ishlatmaydigan bo'lib qolasiz. Xaridingiz oson kechishi uchun eng malakali xodimni profilini siz uchun qoldirdim. Ulardan xarid qilsangiz, menga o'xshab shunaqa qozon naborni egasiga aylanasiz.